Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men aynan Surxondaryo viloyatining Sherobod tumaniga keyingi sayohatimizni uyushtirmoqchimiz. Bu hozir esa Sherobod tumanining kirish qismida turibmiz. Sherobodda nimasi bilan mashhur, nimalari borligi men uchun ham sir. Buni sayohatimiz davomida birga bilamiz va o'rganamiz. Qani ketdik. Sherobodda juda ham ko'p qiziqarli joylari haqida, ovqatlari haqida aytib o'tishdi menga. Hozir esa aynan bu somsani yeb ketmasangiz sayohatingiz to'liq bo'lmaydi degan joyiga keldik. Qani birgalikda tatib ko'ramiz. Ketdik. Hozir o'sha mashhur bo'lgan sherobodliklar aytgan qiziqarli, ya'ni shirin ta'mli bo'lgan somsasiga keldik. Ko'ramiz qani bir kunda nechta tayyorlaydi bu yerda. Qanday tayyorlash usuli sirri bor ekan, birgalikda bilib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bu somsalaringizda boshqa tuman somsalaridan farqi nimada? Endi sifatli, shirin. Shunda. Nima go'shtdan tayyorlanadi? Tana, o'kizcha. Tana, o'kizlar so'yiladi. Hammasi Sherobodda mollaridan, ya'ni Sherobod mollarini go'shtlari. Bir kunda bu somsalardan nechta tayyorlab chiqarib sotasizlar? 1700, 1800 gacha sotamiz bir kunga. 1700, 1800 bir kunda, ya? Biror marta hisoblab ko'rganmisiz? Aynan o'zingiz bir kunda nechta yeya olgansiz mana shu somsalardan? Har kuni 4 ta, 5 tagacha yeyman. 4 ta, 5 tagacha. Bu somsani o'zi ko'rinishidan, tandirdan uzilib qizarib turgan somsani menimcha bitta yoki 5-6 ta ham menimcha kam bo'lsa kerak. Kamida kelgan kishi bu yerda 10 tasini yeb qo'ysa ham ajab emas. Issiqqana mana juda issiq. Hozir biz somsani tayyorlanish jarayoniga keldik. Bu yerda ko'ramiz qanday tayyorlashar ekan, sirini birgalikda bilib olamiz. Hormangizlar. Mana birinchi xamiri tayyorlanayotgan ekan bu yerda. Bir kunda qancha xamir tayyorlaysiz? 1,5 xalta. 1,5 xalta undan xamir tayyorlar ekanlar. Bu yerda esa bu tomonda bukish jarayoni ketayotgan ekan, ya'ni somsani. Bir kunda nechta somsa bukasiz? Har xil, endi 1,5 mingta, undan ham oshib ketadi gohida. Aynan hozir mana shu aka-uka oshxonasini aka-ukalar ochgan deyishdi, ya'ni aka va ukalar. Shunday. Bular 26 yildan beri somsa bilan shug'ullanishlarini aytib o'tishdi. Tajribalari, ya'ni yuqori bularda. O'z tajribalaringizdan bo'lisha olasizmi? Albatta. Aytib o'ting-chi unda. O'zimiz bu kasbimizni juda sevamiz, yaxshi ko'ramiz. Buni orqasidan kam bo'lganimiz yo'q. Allohga shukr, hammasi yaxshi, oila ham yaxshi. Boshqa bizneslarga ham imkon qilsa bo'ladi. Maslahat beraman, o'rgansin, hunar o'rgansin, kelsin shogirdlikka. Shogird chiqaramiz, kelsin. Somsani hozir biz tayyorlanishini ko'rdik. Hozir esa biz issiq bu somsadan tatib ko'ramiz. Ya'ni Sherobod somsasi haqida ko'p eshitdik, bu yerdagilar rosa maqtashdi. Endi birgalikda ta'mini ham his qilib ko'ramiz. Bismillah. Xamir qat-qat somsa ekan. Mana shunday somsani issiq choylar bilan
Issiq choylar bilan, achchilar bilan berar ekan. Men o'zim juda ham achchini yaxshi ko'raman. Bunday qiling, ko'p yeyman. Sochni ekanligi bilinib turibdi. Juda ham issiq. Achaga botirib yurayman. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Bug'lari ham ko'rinyaptimi? Bo'ldi, choydan qo'yaylik. Buni ta'mini his qilish uchun shunchaki shu yerga kelib, buni yeb ko'rish kerak. Agar yeb ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. O'z hissiyotlaringiz bilan bo'lishsalaringiz ham bo'ladi. Biz Sherobod tumanining 2-lokatsiyasiga keldik. Eng qiziqarli joy shundaki, bu yerning ham nomi aka-uka ekan. Ya'ni Sherobodda, ya'ni Surxondaryoda shunday aka-ukalar inoqligini ham bilarmidingiz buni? Men uchun bu katta yangilik bo'ldi. Ikkinchi nomi ham, ikkinchi oshxonamizning joyi ham, ya'ni aka-uka. Bu yerda eng mashhuri har xil ovqatlar pishirar ekan, milliy taomlar. Eng zo'ri, ya'ni doniq ketgani esa mantisi. Ketdik, birgalikda obzor qilamiz. Hozir biz aka-uka mantixonasining, milliy taomlar oshxonasining manti tayyorlash jarayoniga keldik. Birgalikda ko'ramiz, qani bizga o'z sirlari bilan bu yerdagilar bo'lisharmikan. Savollar berish jarayonida bilib olamiz buni. Assalomu alaykum. Charchamaysizlarmi? Yaxshimisizlar? Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi? Aha. Bu mantini asosiy siri nimada? Ya'ni Sherobod mantisining boshqa mantilardan farqi. Bunday doniq ketgan, mashhur bo'lishining sababi nimada? Endi buni farqini bilmasak, endi buni farqini mehrida deb o'ylaymiz. Men mehr berib shunchaki ishlayotibmiz managa. Hamma mehrini berib ishlayotibdi. Buni ko'rishingiz mumkin, hamma narsasini managa. Bir kunda qancha go'sht ketadi mana shu mantilar tayyorlash uchun? Bir kunda endi 150 kilo, 200 kilo yaqin mol so'yamiz. 2 kunga bir, 3 kunga bir 300 kilolik qo'yib so'yilib turadi. O'zlaringiz so'yasizlar, ha? Shunday, ha. O'zimiz so'yib turamiz. Ichkariga go'shtlarimiz, xonalarimiz bor, yaxshig'ina o'sha yoqqa yaqlab, svej bo'lib turadi go'shtlarimiz. Ya'ni bu yerda go'shtlar ham halol, o'zlari kelib so'yib, o'zlari tayyorlar ekan hammasini. Shunday. Bir kunda nechta manti tayyorlab chiqarasizlar? Mana bir o'zingiz masalan. Endi mana shu yerga 6 kishi bo'lsak, 3000 ta manti qilamiz-da. Bizda ishimiz mana shu bukishdan iborat. Buyog'imiz faqat jildan ochadi, xamir bilan ishlaydi. Bizda bukamiz faqat mana bu. 3000 ta manti tayyorlaymiz bir kunda. O'rtacha. Necha yildan beri shug'ullanasiz mana shu manti tayyorlash bilan? Endi bu bizlarga avloddan avlodga o'tib ketgan narsa. Mana biz tog'alarimiz, bo'g'alarimiz shu ishni qilib kelgan. Mana bizlar endi jiyanimiz, mana shu raisimiz jiyanimiz 15 yildan beri mana shu ishni qilamiz. 15 yil bo'ldi. Hozir necha yoshsiz unda? Siz 15 yildan beri. 26 yoshman. Bizlar 7-sinfligimizdan mana shu ishni boshlaganmiz. O'qish demaganmiz, maktab demay shu ishni qilganmiz mana. Xudoga shukr, Xudo kam qilgan yo'q. Mana endi qo'limizdan keladi hammasi. O'zimiz qo'limizga. Bundan tashqari bu yo'l tomonlarida esa xamirlarni tayyorlab berish jarayonida ekan. Charchamangizlar, hormangizlar. Mana shu xamirni hozir yoyapsizlar, ha? Biron marta hisoblab ko'rganmisizlar? Bir kunda nechta manti yolaman deb. Kim biron kishi hisoblaganmisiz? Sizmi aka yoki
Yoki o'z manti yemay qo'yganmisiz? O'zim mant ko'p yemaymiz. O'zlaringiz? Nahotki biror marta hisoblamagansiz, nechta yeyolaman deb. Yeymiz. 10 tadan oshiq olasizmi? Yo'q, uncha yeyolmaymiz. Uncha yeyolmaymiz. Shu 5-6 ta yeyishimiz mumkin. Shunaqa. Yoki biror marta ko'rganmisiz, biron bir mijozingiz 10 ta, 15 tadan ortiq yeyolgan? 15 tagacha yegan 15 tagacha? Shunday. Bu Surxondaryo yigitlari yeyveradi. Biz endi shu yerga har kun o'zimiz ishlaganimiz uchun, har kun stimul qilganimiz uchun bunday ko'p yeyolmaymiz, lekin o'zimizda Surxondaryo yigitlari yeyveradi, endi hech narsa emas. Qimirlang. Umuman olganda mazasiga gap yo'q. Lokatsiyasini Telegram guruhimizdan olishingiz mumkin. Bemalol kelib, ko'rib, ta'mini tatib ko'rib, baho bera olasizlar deb umid qilaman. Akuka oshxonasidagi mantxonada manzilimizni tugatdik. Keyingi lokatsiya qayerda bo'lishini sizlar kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Hamda like va podpiska bosishni ham unutmangizlar.